Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun biz Ellipse Technology kompaniyasi xodimlari sizlarning e'tiboringizga Ellipse SR01 elektron taxometr yordamida ustanovka stansiyani обратная засечка funksiyasi orqali ishga tushirishni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun elektron taxometrimizni menyu tugmasi orqali stansiya punktiga kiramiz. Stansiya punktidan обратная засечка funksiyasini tanlaymiz. Elektron taxometrimizni ekranning pastki qismida vvod tugmasi bor, открыть tugmasi bor. O'zimizni koordinatalarimizni qaysi ko'rinishda kiritishimiz kerak bo'lsa, o'sha funksiyalardan foydalanamiz. Vvod tugmasi orqali to'g'ridan-to'g'ri koordinatani kirgizishimiz mumkin, yozishimiz mumkin bu yoqqa. Открыть tugmasi orqali bo'lsa, elektron taxometrimizni xotirasida saqlanib bo'lgan koordinatalarni chaqirib olishimiz mumkin bo'ladi. Koordinatani ekranimizga chaqirganimizdan so'ng o'sha sanoq olishimiz kerak bo'lgan nuqtaga qaratib turib, расстояние tugmasini bosamiz. OK deb bosamiz. Ekranimizda o'zgaryapti, точка 2 ni ko'rsatyapti bizda. Открыть tugmasi orqali ikkinchi точкamizni chaqiramiz. Ikkinchi nuqtamizga qaratib turib elektron taxometrimizni расстояние tugmasini bosamiz. OK. Mana bizda elektron taxometrimiz turgan nuqtani koordinatalarini chiqarib berdi. O'sha koordinatalari ma'lum bo'lgan ikkita nuqtaga asoslanib koordinatalarni chiqarib beradi. Biz bu yerda xatoligini ko'rishimiz mumkin. Agar xatolik o'zimizni dopusimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, сохранить deb bosamiz yoki bo'lmasa добавить tugmasi orqali yana ishimizni sifatini oshirishimiz uchun nuqtalarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi обратная засечкамizga. Обратная засечка funksiyasida ikkita nuqtadan 7 ta nuqtagacha nuqtalar koordinatasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Обратная засечка funksiyasining mohiyati koordinatasi ma'lum bo'lgan nuqtalar yordamida koordinatasi noma'lum bo'lgan nuqtaga priborni o'rnatib turib, uni o'sha joyga koordinata tortib olish hisoblanadi, uni mohiyati. Saqlanch tugmasini bosaman. Nuqtaga nom beramiz. Misol uchun высоты instrumentni kirgizamiz. 0 qoladi. Следующий tugmasini bosamiz. Elektron taxometrimizni xotirasiga saqlanib bo'ldi nuqtamiz hamda обратная засечка funksiyasi orqali elektron taxometrimiz ustanovka stansiyaga qilindi. Syomka ishlariga tayyor elektron taxometrimiz bemalol syomka ishlarini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.